Tug'ruqdan keyin nega jinsiy hayot o'zgarib ketadi? Tug'ruqdan keyin jinsiy hayot o'zgarishi birinchi o'rinda bu tug'ruqdan keyingi depressiya ko'p ayollarimiz uchraydi. Keladi. Chunki oldida ko'magi bo'lmaydi, yordamchisi bo'lmaydi ayollarimizda. Yig'loq bo'lib qolishadi, uyquni buzilishi, jinsiy aloqaga xohishning pasayib ketishi, libidoning pasayib ketishi, o'ziga bo'lgan ishonchi pasayib ketishi. Nimaga? Chunki tug'ruqdan keyin gormonal buzilishning natijasida prolaktin gormoni oshib ketadi, u ona bo'ldi, u bolasini emizish kerak va u kaloriyaga boy ovqat yegandan keyin semirishni boshlaydi ayollarimiz. Va misol uchun xo'jayini nimaga sen semirib ketding, xunuk bo'lib ketding, figuring unaqa bunaqa desa, albatta bu ayolga stress bo'ladi, chunki yaqin insoni shunaqa deyapti. Va ayolimiz stressga tushgan sari shirinlik yeyishni boshlaydi va xo'jayinimga yoqmayapman deb o'ziga bo'lgan ishonchi kamayib ketadi va bolasiga bee'tibor bo'lishi mumkin. Shunaqa ayollarimiz bor, shu gapni eshitdim, xo'jayin tomonidan diyetaga o'tirib olishadi. Bu esa organizm uchun zarar va bolasi uchun zarar. Chunki suti, ko'krak bezidan chiqayotgan sut sifati pasayib ketishi mumkin. Shuning uchun bunday hollarda albatta hayot tarzingizga ta'sir qiladi tug'ruqdan keyingi holat. O'shaning uchun tug'ruqdan keyingi holatda albatta o'sha atrofdagi ayniqsa xo'jayini, o'zini onasi, qaynonasi, opa-singillari dalda bo'lishi kerak. O'sha farzandni katta bo'lishiga yordam berish kerak. Kechki uyqulari buziladi onalarimizda. Ona bo'lish juda oson emas. Chunki buni har bolani katta qilish uchun etaplari o'tiladi. Bola kasal bo'ladi, bola uyqusi buziladi, ichi og'riydi va hokazo. Shunga ayol juda ko'p mas'uliyatni o'ziga olib, stress, depressiya holatiga tushib qoladi va xo'jayini bilan o'sha jinsiy yaqinlikni ham xohlamay qoladi. Chunki u ruhan va jismonan charchagan bo'ladi. Shuning uchun aziz murojaatim o'sha oilangizga, xo'jayiningizga, uyingizda o'sha qaynonangizga kelinlarni ehtiyot qilib, shunaqa tug'ruqdan keyin holatda, ayniqsa chilla davrida juda ham e'tiborli qaratishimiz kerak. Vaqtida uxlasa, vaqtida ovqatini yesa, vaqtida stresslardan yiroq yurib, vaqtida o'sha uy ishlarini me'yorida qilib, og'rish ko'tarmasdan 3 kilogrammdan og'rish qilmasa, bachadan tushishini ham oldini olgan bo'lamiz va o'sha ayolimiz to'liq immunitet hosil bo'ladi, o'zi tiklanishi tezlashadi va hayotga bo'lgan yana mehri, atrofdagi o'sha mehri ko'rayotganiga yana jo'shib, nima desam ekan, o'zini o'sha kerakligidan xursand bo'ladi. Agar biza misol xo'jayini tomonidan ayniqsa bu narsa ko'p bo'ladi, kelishadi, o'sha yig'lab kelishadi, semirib ketdi, mani ozdiring, ko'kragim emizgim kelmayapti, bolam kashiga o'tkazmoqchiman, sutim qotib qoldi, mastopatiya va laktostazlar bilan kelishadi. Nimaga? Naborat emizishingiz keraksiz, hech bo'lmasa 1 yoshgacha emizing. Bu sizning sutingizdagi kaloriya va immunitet, immunoglobulin va eng kerakli vitaminlar sizda mujassamlashgan deb uni tushuntirib, psixologik yondashamiz. Yo'q, erim meni yaxshi ko'rmay qolyaptilar, men erimni yo'qotgim kelmayapti deb juda ham ko'p ayollarimiz keladi. Bu albatta achinarli hozirgi kunda. Shuning uchun men istab qolardimki, ayol tanasi tiklanish uchun albatta 6 oy kerak bo'ladi. Albatta yaqinlari ko'makka ostida. Shuning uchun aziz ayollarimizdan tug'ruqdan keyin ehtiyot qilishimiz kerak va o'sha xo'jayinlari albatta podдержка qilib turish kerak va bu etap xudo xohlasa tezlikda o'tib va ayol kishi o'sha ishlari qaytadi, semirishlari ham me'yorlashib, ozishni boshlashadi. Bu hammasi gormonal, bular vaqtinchalik. Aziz ayollar, siz o'sha depressiyaga tushmaslik uchun, oldini olish uchun xo'jayiningizga shunday gaplar eshitdingizmi? Bu bolangiz sizni shu emizmasligingiz uchun, shu ozmoqchilik uchun kasriga bolangiz kasal bo'lib qolishi kerak emas, to'g'ri tushuninglar. Birinchi o'rinda o'zingizlarni sevinglar, o'zliginglarni yo'qotmanglar. Lekin xo'jayininglarni ham nima desam, ko'nglini og'ritmasdan, yaxshi gap bilan hamma narsani hal qilsa bo'ladi. Agar siz shunaqa depressiyaga tushdingizmi, yaqinlaringizga ko'mak olmayapsizmi, albatta ginekolog ko'rib kelinglar. Psixolog buni birgalikda yechimini topib, baxtli oila va sog'lom farzand o'stirasizlar. Shuning uchun tug'ruqdan keyingi tiklanish va depressiyani oldini olish, tug'ruqdan keyin jinsiy aloqani yana ham sifatli bo'lish juda ham muhim. Bu shifokor tomonidan sizlarga tushuntirilib va sizlarga yordam beramiz.